Hammamiz kutgan yomg'ir ham boshlandi. Bunaqa salqin havoda rohatijon bo'ladigan taom tayyorlab ko'rsatib beraman. O'rganib olinglar, kerak bo'ladi. Bitta chiroyli duodan so'ng ishimizni boshlaymiz. No'xatlarni issiq suvda yaxshilab chayib olamiz. Ko'madigan darajada suv to'ldirib, ozgina ichimlik sodasi va tuz solib, kamida 10 soatga ivitib qo'yamiz. Qozonga qo'y va mol go'shtining kachalka qismlarini solamiz. Ketidan ivitilgan no'xatni solib, qozon to'lguncha suv solamiz. Gazni baland qilib yoqamiz. Qaynab chiqqandan keyin ko'piklarni olamiz. Tuz sepib, qozonni qopqog'ini yopamiz. Gazni pasaytiramiz, 6-7 soat davomida miltillatib pishirib olamiz. Mana taomimiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni laganga suzib, chiroyli qilib bezab, dasturxonga tortsak bo'ldi. O'zi bu taomni eng mazali tayyorlaydigan joy qayerda? Javobinglarni izohlarda kutaman. Ana endi taomimizni ustini esa Rozmeta brendining qazi va tandir go'sht ruletlarini kesib bezatamiz. Chunki biz oilamiz bilan mana shu brendning mahsulotlarini sevib iste'mol qilamiz. Rozmeta go'sht va kolbasa mahsulotlari tam kuchaytirgichlarsiz, sifatli go'shtdan ishlab chiqariladi. Asosiysi halol sertifikatga ham ega. Tayyorlanishini ko'rdinglar, juda ham oson. Yaqinlaringizga albatta tayyorlab beringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.